Navbatdagi savol. Ustoz, zamonlar va yillar haqida tushuncha bersangiz. Masalan, Odam alayhissalom 1000 yil yashagan va barcha payg'ambarlar ham uzoq yil yashagan. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 571-yilda tug'ilgan deyiladi. Ya'ni tarixda o'tgan yillar hisobiga to'g'ri kelmayapti. Hozir esa 2024-yil yoki payg'ambarimiz tug'ilmaslaridan oldin dunyo tugab, yana yangidan boshlanganmi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ya'ni bu juda sodda holatdagi narsa. Tarix Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 571-yilda tug'ilgan bo'lsalar, bu 71 degani nima degani 571? Milodiy. Ya'ni milod degani Iso alayhisalomning tug'ilish sanasidan Rasulullohning tug'ilishlari o'rtasida 571 yil o'tdi degani. Ya'ni bu milod degan tug'ilish degani. Iso alayhisalomning tug'ilishidan boshlab nasoralar yil boshlagan. Musulmonlar yil boshlashini hijratdan boshlagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hijrati bilan oldin, masalan, Rasulullohni tug'ilgan paytlarida ham arablarda bir muqim bir yil sana bo'lmagan. Bir voqealar bilan falon urush bo'lgan yili, piston voqea bo'lgan yili deb Rasululloh masalan fil yilda tug'ilgan deyiladi. Fil yil degani nima degani? Yani Abraha fillarga minib Ka'bani buzaman deb kelgan paytda Alloh taolo ababil qushlarni yuborib, o'sha Abrahani askarlari bilan yer bilan yakson qilgan. Bu hammaga ma'lum va mashhur, katta mashhur voqea bo'ldi bu. Mana shu voqea yil sanasi bilan belgilab qoldi. Masalan, Rasululloh o'sha yil tug'ildilar. Qaysi yil tug'ilgan desa, fil yil tug'ilganlar Rasululloh. Deyiladigan bo'ldi. Fil yil tug'ilib, keyin ana shunaqangi bir urushlar bo'lsa, o'sha urush yilini hisoblardi. Faloncha urush voqeasi yili tug'ilganman. Undan 5 yil oldin tug'ilganman. O'sha urushdan 10 yil keyin tug'ilganman degandek qilib sanalar shunday hisoblanib kelavergan. Umar roziyallohu anhu davriga kelganda musulmonlar ancha tarixga muhtoj bo'lgan. Chunki va'dalar, nimalar, kelishuvlar, aqdlarni yozishda bir muayyan bir tarix sana kerak bo'lgan. Odamlar ko'paydi, masalalar ko'paydi qozixonalarda. Shuning uchun Umar roziyallohu anhu sahobalarni yig'ib turib kelishgan, bir tarixga kelishaylik. Qaysi yilda qilamiz? Nasoralarning yili bilan ketsa, milodiy yil bilan to'g'ri o'sha ularga tartib bilan kelyapti. Hozir masalan bizni hisoblashimiz o'sha nasoralarning sanasi bilan kelyapti. 2024-milodiy yil. Bu nima degani? Iso alayhisalom tug'ilganlarga 2024 yil bo'ldi degani. Keyin Umar roziyallohu anhu maslahatlashganda sahobalar hammalari fikrlari bir joydan chiqqanki, tarixdagi eng katta voqea hijrat voqeasi bo'ldi. O'sha hijrat Rasululloh Makkadan Madinaga hijrat qilgan yillari 1-yil hijriy 1-sana bo'lib o'shandan boshlandi. Ana endi Rasululloh vafot etdilar hijriy nechinchi sanada? 11-sanada Rasululloh vafot etdilar deb bu yoqqa hijriy ketdi. 10 yil Rasululloh Madinada yashadilarmi borganlaridan keyin? Demak, o'sha Rasululloh borganlarida hijriy yil degan narsa yo'q edi. Bu Rasululloh vafot etganlaridan keyin, Abu Bakr Siddiq vafot etganlaridan keyin Umar roziyallohu anhu davrlarida keyin hijriy sana deb turib kelishdi. Mana shu bilan hozirgacha hijriy sana hozir 1446-yil 1-oydamiz hozir. Muharram oyi mana Oshura kunlari o'tib nima qilyapti mana. Bugun 11-Oshura, 1 Muharramda 1-oyi bu. O'sha 1446-yil. Rasulullohning hijratlariga shuncha vaqt bo'ldi. 1446 yil bo'ldi. Va yana hijriy sanalar qamariy hisob bilan hisoblanadi. Bu musulmonlarning hisobi shunday bo'ldi. Nasoralarning hisobi milodiy hisob bilan. Milodiy hisob deyiladi. Bu 2024-yil. Hozir masalan qaysi oy, qaysi sanada turibmiz mana. Yahudiylarda o'zini nimalari bor, o'zini sanalari bor. O'shanga o'xshagan yana boshqa bir millatlarda o'ziga yarasha bir hisoblari bo'lishi mumkin. Shunday hisoblanib kelgan. Demak, hozir 2024-yil degani Iso alayhisalom tug'ilishlari milod. Iso alayhisalomdan oldin qancha o'zlariga yarasha bir tarix, o'zlariga yarasha voqealarda hisoblari bo'lgan. Uni bizga hech ahamiyati ham yo'q, ular bizga kerak ham emas. Ular o'zlarini vaqtlarini hisoblash uchun, o'sha tarix sana nima uchun kerak? Tarix sana odamlarga o'sha o'zining tarixini bilish uchun va va'dalar ko'pincha kelishuvlarda bilish uchun bir narsaga bog'lanadi masalan. Ana shu narsalarni belgilash uchun kerak bo'layotgan narsa. Bu baylarda ham boshqa nimalarda, va'dalarda, kelishuvlarda kerak narsa bu. Odam alayhisalomdan boshlab, ya'ni sanalar qanday hisoblangan, o'zlari biladi. Odam alayhisalom qanday hisoblaganlar, shundan keyin Nuh alayhisalom qanday hisoblaganlar.
masalan to'fon yili ham juda katta yil, masalan to'fon yerni suv bosgan yili masalan. O'shanda Nuh alayhissalom yerga tushgandan boshlab birinchi yil deb boshlashlari ham mumkin misol uchun. U ham ya'ni tarix yangitdan boshlanishi bir muhim bir voqealardan keyin yangitdan boshlanib o'zi odamlarning ehtiyojidan kelib chiqib bo'lgan narsalar bular. Tushuntira olgan bo'lsam shu, ya'ni bu narsa juda ham sodda va oddiy narsa bu, Allohu a'lam.